Bu pechenye nafaqat ko'rinishi, balki ta'mi bilan sizni albatta hayratda qoldiradi. Yumshoqqina kokos nachinkali, juda ham mazali shokoladli pechenyelar. Demak, birinchi bo'lib 100 gram kokos qirindisiga quyultirilgan sutdan 200 gram qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Sinovimdan o'tib kelgan sifatli zaychik quyultirilgan suti bilan tayyorlangan barcha shirinliklar doim mazali chiqadi. Tayyor bo'lgan kokosli aralashmadan kichkina yong'oqda 16 dona koptokchalarni yasab olamiz. Endi pechenye xamiri uchun xona haroratidagi yumshoq 150 gram sariyog'ga 80 gram shakar upasi va 1 choy qoshiq vanilin shakarini qo'shib, hammasini birlashtiramiz. So'ng eledan 200 gram oliy navli sifatli turon uni, 30 gram kakao va 1 choy qoshiq razrixli tilla o'tkazib xamirni aralashtiramiz. Orada 3-4 osh qoshiq sutni oz-ozdan qo'shib, yumshoqqina plastilinga o'xshagan xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirdan taxminan 30 gram olib, qo'lda ozgina ochib olishimiz kerak. Buni ustiga kokosli koptokchani joylashtirib, kakaoli xamir bilan qoplab olamiz va pechenyega yapaloq forma beramiz. Tayyor bo'lgan pechenyelarni pishiriq qog'oz solingan listga joylashtirib, oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada 15, uzog'i 18 daqiqa pishirib olamiz. Pechenyelarimiz mana shunaqa ozgina yorilib, chiroyli mramor ko'rinishda bo'lib pishadi. Xohishga ko'ra ustiga ozgina shakar upasi sepsanglar, pechenyelar nafaqat chiroyli, balki yanada shirin va mazali bo'ladi. Siz ham albatta ushbu retsept bo'yicha tayyorlab, uni yaqinlaringiz davrasida issiqqina choy va kofelar bilan maza qilib iste'mol qiling.